Cobalt haydaydigan okalar, agar sizda ham xuddi shunaqa tez original monitoringiz bo'lsa, zadnik urganingizda, palasasi chiqib turib, rulni burganingizda, palasasi qayilmayotgan bo'lsa, hozir sizga shuni nastroykasini o'rgatib qo'yaman. Nastroykaga kirasiz, hatto car module degan knopkasi bor. Buni ichiga kirib olganingizdan keyin pastga tushib BNR ni topasiz. Ko'ryaptimi? BNR mana. Shunga bitta bosasiz. Bu yoqdan tushib turib ikkinchi qatordan GM Chevrolet tanlab turib al bo'ladi, yana BNR ni bosib qo'yasiz. Ana endi tekshiramiz. Zadnik yuramiz. Zadnik yurganimizda o'sha palasalar qaylyapti, ko'ryapsizlar. Kak inomarkalarga o'xshab ishlaydi. Ana keyin bu yoqda sizlarda eshiginglar ochib yopilganini ham ko'rsatadi. Mana ko'ryapsizlar. Ikkita oldi eshik yopiq. Eshikni yopaman, oldi eshik yopiladi. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.